Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun 6-yanvar. Bugun Dekkan bozor yonidagi Urgan savdo uyindamiz. Xudo xolasa hozir chiqib yuqori oltinlarning bahosini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bugun dollar kursini agardan bo'lsak, qo'lda 195-90 olib turibdi. Cho'rni qora qo'lda rubllar 140 mingdan dedilar. Long oltinlarni 800-850, 900-950 olib turibdilar. Oltinni sifatini qarab, oltinini qarab shunday bahoda olib turibdilar. Biz hozir xudo xolasa sizlar bilan birgalikda girib yuqori chiqib oltinlarning bahosi bilan tanishamiz. Nasib etgan do'konga keldik. Xudo xolasa 102-do'kon. Hozir girib baholarni bilamiz. Nasib etdi. Bugun qaysi navlan görsiz? Bugün 500'lüklerimizle, koyunlarımızla. Şu yüzüklerini görseniz, gramını hemmesini aytasız bugün şimdi. Oldu. Ese başladık. Bunca gram işini aytmayın. Bu 6,5 gram. Dediğimde Rossiyski 185 ruba. Bu 7 gram. Bunca gram. Bu 3 gramdı. Ben kadim gece aytmazsa. 3,5 gram. Bunca gram. Bu 3,5 gram. Ben kadim gibi yani. Bunca gram. Bu 2'den sır ziyaflar. 2,5 milyon. Yantar kadim gibi yantar kaşlı. Bunca gram. Bu 5,5 gram. Обручальный бриллиант kaşları. Bunca gram. Bu 2,5 gram. 2,5 milyon. Bunca gram. Bu 3 gram. Bunca gram. Bu 575. Bakça бриллиант komplekli yüzük gibi. Bunca gram. Bu 460. 750 ruba бриллиант kaşları. Yakutski бриллиант. 550 dolar. Bunca gram. 1,7. Bunca gram. 1,5 gram. Bunca gram. 285. Monogram. Bu 2,5 gram. İtalyanski modellerle. Monogramın 3 gram. Bam İtalyan istiyor. Bunca gram. Bu 2 gram. Bam İtalyanski modelde.
necha gram ekan? 1,5 gram. Ulan gram aytindi. Necha 10 gram? gramdan bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bu oltin, sirg'a, yüzük bularning hammasini nisbatcha gramini aytib turibdi. Bularni hozir pulini aytsa, puli raznica o'ynab turadi dedi. Oltin tushib chiqib turadi dedi. Shuning uchun to'lqa gramini aytaman dedi. Faqat hozir nisbatcha gramini aytadi. Shunga qarab o'zingizga yoqqan oltin, sirg'a bo'lsa, kelib 102-magazindan olaverasizlar sotib. Bu ko'rib turgan sirg'alaringiz hammasi eski sirg'a. Podarka olasizmi? Qizingizga yoki jiyaningizga. Farqi yo'q. Qolgan vыборingizda vыбор topiladi dedi. Bilasizlar, oltinning bahasi tiklanadi, lekin tushmaydi. Ko'rib turganlaringizdan vыбор yo'q. Vыборdan muammo yo'q. Kelib 102-magazindan SLKdan xarid qilishingiz mumkin. Muammosi yo'q, kelishtirib omonat sirg'ani beradi sizga. Bu programımızda her xilasidan bor. Gulli deysizmi? O'zimcha farqi yo'q. Bu ko'rib turgan sirg'alaringizni gramlari 1,5-2,5 gramlik sirg'alar. Shu atrofidagi sirg'alar emas. Bularni hammasini gramini o'lchab aytmadik, lekin shu yerga kelib ko'rib gramlarini qaysi necha gramda kerak bo'ladigan bo'lsa sizlar shundan topib bilasizlar. Bu ko'rib turgan sirg'alarimiz o'rta yoshli qizlar uchun. O'zi besiz sirg'a emas, o'rta yoshdagi qizlarimiz uchun. Bu sirg'alar ham variant ko'p, vыбор ko'p. Hammasidan vыбор bor. Ularning ham grammlari har xil. Grammini qarab, tarazida o'lchab kelishaverasizlar. Bu ko'rib turgan yüzüklaringiz ham hammasi shu yosh qizlar uchun 1,5-2 gramlik yüzüklar. 2,5dan salgina o'tadigan yüzüklar ham grami 585 proba. Kelsangizda kelishtirib beraveradi. Vыбор assortiment bor. Qoshli, qoshsiz har xil yüzüklar bor ekan.
Qancha gram bu? 4 gram. Qancha gram? 2,5 gram. Qancha gram? 3,5 gram. Qancha gram? 2,60. Qancha gram? 285. Buna gramını necha? 2,5 gram. Buna gramı? 2,5 gram. Buna gramı necha? 3,5 gram. Ko'rib turganlaringizdan Viber katta, Viber ko'p. Yosh ayollardan tortib katta ayollarimizdon yuzib bor. Gramovkalarni keladigan bo'lsak, grammlari har xil. Shu yerda teraziga qo'yib, pulini chiqarib aytadi sizlarga. 102-magazin nasib etgan do'konim. 2-etajda 102-magazin. Kelaverasizlar do'stlar.